Biz hazır kadar dünyaya bir yığlanğı millettek təsirlenimi bədik. Davamlıq dərdimizni aytib, yardım qılınlar deb. Şunu biz davamlıq yığlanğı millet emas. Biz mu insaniyatga töhfə qoşqan bir millet süpütüdə səhnəyə çıxsaq bulayvurdu. Albatta men degan ishlar niki mushiyatda cho'ng qiymati bor budiki. Meningcha bo'lgan chog'da hozir Uyg'urlar sal jim bo'lib ketib bormiz chetdagi qarindoshlar. Bo'lsa shu san'atkorlar qaytadan Xitoy virusiniki ishlarim biroq oxirlashdi. Qaytadan sahnaga chiqib o'yin qo'yib, toza o'yin qo'yib kishilarni jalb qilib bo'lgan chog'da biz Uyg'ur Xitoy yo'q etib qolgan Uyg'ur biz deb aşağıda e'lon qilib buni sahnada mushta ishlarni qilsak, qolgan ziyonlarmi o'zlari borgan ilmiy doklad